aka-ukami, yaqinlarim, oilam bir duolarini oladigan aka-ukalarimiz videoga yaqinroq kelinglar. Bugun umra safari haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov kanali, o'zim Azizbek Olimjonov. Bugungi videomizda umra safari necha kunlik bo'ladi, qayerlarda bo'ladi, narx-navolari qanaqa, hammasini to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Sizlardan bir donagina like bosib qo'yinglar, kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyga kamikosti bo'lsa yozib ketsalar, keyingi videolarimizda to'g'rilashga, yaxshiroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xo'p, umra safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makka da bo'ladi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi, Makka da 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zimizning o'zbek povur akalarimiz xizmatda turishadi. Xo'p, ziyorat, sayohat ibodatlarimiz Xo'p, birinchi bo'lib payg'ambarimiz ravzalariga ziyorat qilinadi, Qur'on bosmaxonasi, Xurmo bog'iga ziyoratlarimiz bo'ladi. Bundan tashqari Muzdalifa, Hiro g'ori, Qubo masjidi, Xo'p, Toyif shahri va Qizil dengizga sayohat ibodatlarimiz bor. Toyif shahriga borib kelgandan keyin ikkinchi marta ehrom baylab umra amalini bemalol qilsalar bo'ladi. Bitta to'lov evaziga 2 marta umra amalini qilsalar bo'ladi. Xo'p, firmamiz tomonidan bepulga beriladigan sovg'alarimiz bor. O'sha bitta to'lov qilasizlar, bepulga beriladigan sovg'alarimiz bor. Bular so'mgacha beriladi. Bu har xil kerakli sizlarga dokumentlar, zanzan suv solsalar bo'ladi. O'sha ozroq miqdorda, juda ko'p emas. Hop, bu yostiqcha beriladi. Bu samolyot bilan nimada? Avtobusda juda ham kerak, osqotadi, uxlab turishlaring uchun juda ham qulay narsa bo'ladi. Buni 150-200 mingga sotib olsalaring ular ko'chadan, lekin sizlarga bepulga beramiz buni. Har bitta ziyoratchimizga bejik beriladi. Mana shundan 50 boshlari sizlar topib olishadi. Keyin har bitta ziyoratchimizga bunday kanzilcha ham beriladi. Bunda ham o'sha har bitta narsamizda Centrum Holidays firmamizning logotipi bor. O'shandan sizlar 50 boshlarimiz topib olishadi. Xo'p, bundan tashqari yoshi katta tog'alarimiz bor ekan. Go'da eshitib qolyapman, samolyot uchishida qiynalamiz, qo'rqamiz deyshar ekan. Qo'rqmasalar ham bo'ladi. Bizning Centrum Air samolyotlarimizda uchishadi. Farg'onadan, Namangandan, Toshkentdan uchishadi. Ular 300-350 ta 400 tagacha odam oladi. Ular qo'rqitmasdan o'sha mashina qanday yurgan bo'lsa, o'sha yaxshi holatda joydan jilib bemalol qo'nadi, chiroyli qo'nadi. Bemalol qo'rqmasdan telefon qilsalar ham bo'ladi. Chiroyli joylarni bitkazib beramiz. Xo'p, hozirgi kunda eng yaqin reyslarimiz 13-20-27 noyabr kunlari, dekabr kunlari Farg'ona Madina premyer reyslarimiz bor. Farg'onadan ham reyslarimiz bor. Xo'p, Farg'onadan 13-chi hozir. Farg'onadan 10-kuni Farg'ona Madina reysimiz bor. 12-kun Namangan Jiddiy reysimiz bor. 13-kuni Farg'ona Madina, 14-dekabr kuni Farg'ona Jiddiy yo'nalishlarimiz bor. Hozirgi kundagi narx-navolarimizga keladigan bo'lsak, xo'p, 20-dekabrgacha 1050 dollardan belgiladik. O'zi 1100-1200 dollar paket. Telefon qilsalaring, agar sizlar 5 ta, 10 ta, 15 ta, 20 ta bo'ladigan bo'lsalar, yangiroq narxlar qilib beramiz, yana ham iloji boricha. Bundan tashqari, o'sha 20dan keyin 31-dekabrgacha ham reyslarimiz bor. Telefon qilsalaring, ularda ham batafsil ma'lumot beramiz. Agar yoshi kattaroq otaxon, onaxonlarimiz bo'lishadigan bo'lsa, oyoqlari og'rib, yurishga qiynalishadigan bo'lsa, battan olib ketsalar ham bo'ladi aravachani. Xohlasang atda ham beradi aravacha. 14 kunga bemalol olib foydalansalar ham bo'ladi. Bunga pul olinmaydi. Samolyotdan ortiqcha kiloga pul olmaydi aravacha uchun. Menimcha to'liq ma'lumot berdim deb o'ylayman. Mabodo kamikost bo'lsa kommentariyga yozib ketasizlar. Doimo sog' bo'linglar. Umraga bormoqchi bo'lgan aka-uka, qarindosh-urug', tanish-bilish guruhlarga tashlab qo'yasizlar. Sog' bo'linglar.